Hammaga assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Bugun 100 kun ichida 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 24-kuni, xudo xolasa bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. O'tgan safar ham ko'rgan bo'lsanglar, take profitimizni 200% olib berdi. Allohga shukr. Bu qilayotgan analizlarimizni, tashlayotgan ideyalarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Telegram kanalimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimiz shapkasida turibdi. Hozir endi savdoni boshlaymiz, analiz qilishni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Mana xudo xolasa hammasi joyida analizni boshlayapmiz. Bugun Bitcoin bilan high yuz deydi. Oldi goldni nimasini ko'ryapman. Golddan ko'ra Bitcoin yaxshi harakat qilyapti. Mana ko'ryapmiz ularni. Bitcoin yaxshiroq harakat qilyapti. Shunga men hozir Bitcoinda savdo qilmoqchiman. Qilayotgan analizlarimni shu Telegram kanalimga tashlab boraman. Kuzatib boringlar, xudo xolasa yaxshi natija ko'rsataman inshaalloh. Qani bo'lsam, sekin analiz boshlayman. Undan oldin aytib o'tadigan gapim, sizlar обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmasini bosib qo'yinglar, iloji boricha kommentariy yozishga harakat qilinglar. Inshaalloh meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa men ham sizlarga ishonchinglarni oqlab, analizlarni bomba qilib sizlarga zo'r rezultat ko'rsatishga harakat qilaman. Qani bo'lsam, savdoni boshlayman. Birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Shunisidan xursand bo'laman men. Qani bo'lsam ketdik. Desperado on the beat, bro, forget about it. Mana qadrdon traderlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, alhamdulillah bizni take profitimizni olib berdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'rmayapsizlar hozir. Hozir ko'rsataman. Mana videoda ko'rgan bo'lsalaring kerak, tezlashtirilgan kadrda mana take profitim mana olingan, full olingan. Bu narsa gruppaga ham tashlangan, mana hozir ko'rsataman. Mana bu narsa gruppaga tashlangan. Mana Bitcoin asamament risk amal qilish chiqmasdan, riskga amal qilish esdan chiqmasin. Eng muhimi risk management. Mana hammasini tashlaganman. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Alhamdulillah bizning kanalda take profit oldi. Tezkor signal hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita taraflama cho'ch qilgan. Ko'rdinglar-a? Qolgan ma'lumotni kanaldan olsanglar bo'ladi. Kanalda chat ham bor, shu chatda xudo xolasa tildan suhbat qilib gaplashamiz. Sizlar birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yib, like tugmachasini bosishni esdan chiqarmasanglar bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh Golden Hunt'ni 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge full yopiladi inshaalloh. Prosta bizga broker yechib bersa bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ko'rgan bo'lsanglar, hozir men Golden Hunt'ni nima berganman? Signal berganman. Bayga entry qilsa bo'ladi mana. Hech qanaqa yolg'on yo'q mana. Hozir 6 sekund. Mana nima video zapsam tashlaganman. Mana hozir ko'zinglarni oldida qo'yib beraman. Mana hozir 20:42, 20:45 ko'ryapsizlar. Mana bayga chiqib ketyapti.
Yana ko'zingizlarda oldida. Mana birinchi o'rinda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir 1618 bu sizlar boshlaring qatirmay, birinchi o'rindagi bizni garant zonamiz mana shu likvid edi. M5 dagi likvid, mana M5, mana likvidni olib berdi. Bo'ldi. Bizga shunisi kerak xolos. 3 minut vaqt qoldi. Buni sweep qiladimi, boshqa qiladimi bilib olmaydi. Lekin sweep qilib chiqishi ham mumkin. Sweep qilishga harakat qilyapti. Bu yerda hammer paydo bo'lyapti. Hammer paydo bo'lsa, buy entry, full buy entry qilsanglar bo'ladi. Qanday buy entry? Mana hozir men sweep qilgandan keyin Ember time frame ga o'tib, mana bu yerda hammer paydo bo'lgan, mana shu yerdan buyga harakat bo'lishi mumkin. Mana hozir shu yerda buyga harakat bor, meni o'ylashimcha. Ko'ryapsizlar? Shu yerda MSS gacha tush kerak edi. Hop. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana kanalga ham tashlaganman bu narsani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'ryapsizlar, kanalga tashlaganman. Endi his qilib olsanglar bo'ladi. Signal, kanal hammasi joy-joyida. Video mana chiqaryapman. Sizlar prosta meni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada, Telegram kanalda qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga inshaalloh 99% o'xshab beradigan signallarni, ideyalarni tashlashga harakat qilaman. Sizlar prosta meni kuzatib tursanglar, inshaalloh hammasiga birga erishamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.